Assalomu alaykum. Ruxsat xola, Jahongir aka, tabriklayman. Bugun Rahmat. xarid qilishdi. Bugun kayfiyatlar qanaqa endi? Rahmat, juda zo'r. Bugun kayfiyatlar a'lo. Mana hayitga mana sovg'a bo'ldi mana inamga. Bugun mana nasib bo'lsa yangi mashina olib chiqdim salondan, Xudoga shukr. Tabriklaymiz. Mana hammaga buyursin, shu xonadonlar, uylar hammaga xayrli bo'lsin. Ikki tarafdan oynasi chizvasi bordingiz, bu ham ma'qul, yaxshi. Sharoiti ham yaxshi. Hammasiga sizlarga kattadan katta rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz baroq bo'lsin, martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin. Klientlaringiz juda ham ko'p bo'lsin. Har taraflama juda ma'qul lekin. Hamma sharoiti bor. Olgan odam lekin xato qilmaydi, adashmaydi. Menga juda yoqdi. Menga yoqqani undan ham nimasi yoqdi deymi? Sizlarning muomalalaringiz, kutib olishlaringiz juda ma'qul lekin. Har taraflama. Hamma e'tiborlaringiz uchun rahmat. Iloyo amin. Iloyo Shu amin. uylarga katta to'ylar qilaylik. Iloyo. Nevaralarim hammasi shu oilada, shu uylarga katta bo'lsin, to'ylar qilsin, o'qishlarga kirsin, Iloyo. qimmat mashinalardan olsin. Uni masliga tushiga nima bo'lganga sizlar ham bolalaringiz, o'zlaringiz ham yaxshi mashinalardan umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz faroq bo'lsin, martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin. Iloyo. Unga qo'shilib bizlarning ham martabamiz ulug' bo'lsin. Iloyo. Topganlaringizga baraka.